Assalomu alaykum. Bilaman, ko'pchilik menga telefon qilib tusha olmaydi, aloqa qila olmayman, gaplasha olmaymiz va har bir odam bilan gaplashish uchun juda vaqt ko'p ketyapti va shu sababli Bolgariyaning ID kartasi va Litvaning ID kartasi haqida uzun video qildim. Bu videoda siz Litvani ham, Bolgariyani ham ID kartasiga nech pul ketadi, naloglari nech pul chiqadi, qancha vaqt ketadi, hammasi haqida batafsil ma'lumot olib olasiz. Diqqat bilan tomosha qiling va ikkita davlat ID kartalarini qanday olish haqida batafsil ma'lumotlarga ega bo'ling. Qani bo'lmasam, boshladik. Hozirgi videoda siz Litvani 3 yillik ID kartasini olish jarayon, narxlar va kimlar uchunligini ko'rib chiqamiz va qancha vaqt ketishi hammasi haqida batafsil ma'lumot olasiz. Menga berishingiz mumkin bo'lgan hamma savolga javob berishga harakat qilaman. Keyin yana aloqada bo'lib gaplashib sizga Litvani ID kartasini olishingizga yordam berishimiz mumkin. Undan oldin keling birinchi ko'rib chiqamiz. Litvani ID kartasi kimlar uchun? Agarda siz Yevropa hududiga turistik viza, Bolgariyaning 3 oylik vizasi yoki Bolgariyaning 6 oylik vizasi farqi yo'q. Har qanaqa viza bilan kelgan bo'lsangiz, Litvada ish bilan ta'minlaymiz, ID karta olib beramiz va o'sha yerda yashash joy, hamma narsa bu xizmatimiz ichiga kiradi. Ya'ni siz Yevropaning qaysi davlatda bo'lishingizdan qat'iy nazar, Litvaga kelasiz, karta olib berish, hamma narsasi bizning xizmatimiz ichida bor. Ortiqcha yugurilasiz. Siz faqat siz tomonidan so'ralgan hujjatlarni vaqtida berib tursangiz bo'ldi. Qolgan ishni o'zimiz qilamiz. Ishlarimiz qanaqa ishlar bor? Asosan shkaturkamalar, yo'l qurilishi, tozalash ishlari ayollar uchun, oziq-ovqat skladlarida ham ishlar bor. Xullas, vakansiyalarimiz ko'pchilik odamlarga to'g'ri keladi. Oyliklari o'rtacha 6, 7, 8, 10 yevrogacha soatiga to'lashadi. Sizni yo'nalishingiz, sizni ishingizga qarab. Agarda sizning vaqtingiz kam qolgan bo'lsa, ya'ni Yevropa hududida vizangizni surugi tugay deb qolgan yoki ID kartangizni surugi tugay deb qolgan, Bolgariyada yoki Slovakiyada ish yaxshi emas, boshqa davlatga o'tib ishlamoqchisiz, ID karta ham kerak. Ham ID karta, ham ish, ham stabil daromad biz sizni ta'minlab beramiz. Bu xizmatimizning narxi umumiy ID kartalari bilan sizga 2,5 yevroga tushadi. To'lovi qanaqa qilasiz? Bo'lib 3 ga bo'lib to'lov qilsangiz bo'ladi. Birinchi 1000 sizga Litvaning migratsiyasidan o'chirib olingandan keyin yana bir qismini va karta chiqqanda bir qismini, ya'ni 3 qismga bo'lib to'lash imkoniyati mavjud. Agarda bu xizmat kerak bo'lsa, aloqaga chiqsanglar bo'ladi. Faqat bu xizmatimiz 1-noyabrgacha davom etadi, chunki 1-noyabrdan keyin Litva davlatida yangi qonun chiqadi. Bu qonun, ya'ni o'sha 30 kunlik turistik va sezonniy vizalar bilan kelgan odamlarni kartasini cho'zib berish xizmati bekor qilinadi va faqatgina ID karta bilan Litvaning ID kartasini olish imkoniyati qoladi. Ya'ni aytmoqchi bo'lganim, bizda 2-3 oy vaqt qoldi, chunki protsesga ham vaqt ketadi. Kimga qiziq bo'lsa, pastdagi raqamlarda WhatsApp bor. O'zingizni ismi, familiyangiz, qaysi viza bilan kelgansiz, nima xohlayapsiz, qo'lingizdan nima ish keladi va hozir qayerdasiz, batafsil o'zingiz haqingizdagi ma'lumotni yozib jo'natsangiz, men sizga tezda aloqaga chiqaman. Assalomu alaykum deb siz yozsangiz, men ertasi kuni assalomu alaykum deyman. Inning kuni siz yozasiz. Xullas, bir-birimiz bilan muloqot yaxshi bo'lmaydi. Agar Varshava shahrida bo'lsangiz, ko'rishib ofisda o'tirib gaplashsak ham bo'ladi. Bu videoda bo'lsa Bolgariya haqida gaplashamiz. Ya'ni Bolgariyada legalizatsiya qilish. Ko'pchilik o'zi Bolgariya davlati bilan Yevropaga kirib olishdi, nelegal bo'lib qolishdi va endi legalizatsiya qilish uchun yana qaytib Bolgariyaga ketishyapti. Bu prosesimiz ketyapti. Nelegal odamlarni ham legal qildik, lekin joylarimiz cheklanganligi sababli nelegallarni legallashtirish xizmatimiz hozircha yopildi. 11 ta odamning ishi prosesda. Ularning hujjatlari chiqqanda rezultatlari har doimgidek qo'yaman. Lekin hozircha odam ustiga odam olib ishni bardak qilish niyatimiz yo'q. Hozircha to'xtatib turdik. Yozdirayotganlar yozdirib qo'yishyapti, lekin joy ochilsa o'zim baribir Telegramda va TikTokda e'lon beraman. Hozirda agarda siz 1 oylik, 2 oylik vizangizni surugi qoldi yoki ID kartangizni surugi qoldi, farqi yo'q, Polshami, qaysidir davlatda sizda ID kartasi bor, cho'zdirmoqchisiz, lekin misol uchun Polshada ID kartani olish uchun 1-2 yil ketadi vaqt. Kutish, u orada O'zbekistonga borib kelish muammolari. Bu narsalarni yechgan holatda biz Bolgariyadan sizga ID karta olib beramiz va ID kartani nalogini o'zingiz oyma-oy to'lab yursangiz bo'ladi. Bu xizmatimiz ham bor.
Litva xizmatimiz ham bor. Litva bilan Bolgariya xizmatimizning farqi nimada? Ikkalasini bir-biridan farqi naloglarida. Litva davlatida siz nalog oyiga 650 yevro to'laysiz. Agarda siz Litvadan chiqib ketib boshqa davlatda ishlab yursangiz, lekin agar Litvani o'zida doim ishlayman desangiz, nalogni siz uchun ish beruvchini o'zi to'laydi, oyligingizni vaqtida olasiz, yashash joyi bor, hamma sharoitlari bor. Litva davlatida hozirda vakansiyalarimiz juda ham ko'paygan, yo'l qurilishi, ustachilik, uy tozalash, skladlarda ishlar bor. Hozirda imkoniyat yaxshi, faqat agar siz yo'q men Gollandiyaga, yo'q Germaniyaga ketib ishlayman desangiz, unda sizga Bolgariyaning ID kartasini taklif qilamiz. Sababi nalogi 350 yevro chiqadi. Ya'ni 350 yevro evaziga siz umuman hech qanaqa nalog to'lamaysiz, faqat 350 yevro firmani shotiga o'tkazib berasiz. Ular sizni nalogingizni to'lab yuradi, kartangiz 3 yil kuymaydi. Hozirda ko'pchilik kartasini cho'zdirish Yevropa davlatlarida qiyin, deyarli imkonsiz holatlarga kelib qolgan. Faqat qonuniy ishlashingiz kerak, faqat kutishingiz kerak. Kutish jarayonlari ham juda ko'p. O'zi bunaqa uzun video qilishimning sababi ham odamlarga tushuntirishga harakat qilish. Bolgariyaning narxi plus-minus 3000 yevro atrofida chiqadi va uni qism-qismga bo'lib berasiz. Karta chiqish muddati 2 oy. Litva ID kartasida bo'lsa, Litva ID kartasini chiqish muddati u ham shunaqa 2 oy. Bolgariyada cho'zilishi mumkin 2 oy 20 kun, lekin o'rtacha 2-3 oy vaqt ketadi.